Kechasi eshigimni taqillatsa, qaysi biriga eshik ochaman. Manashka. Qo'rqinchli kinolar esimga tushadi, shularni ko'rsam. 7-o'rin. Bu qamoqdan qochgan menimcha, qamalib chiqqanlar yaxshi odamlar bo'lmaydi. Xudo asrasin, yaqinlarim o'zing asra, Xudoyim. 6-o'rin. Bu hozirgi kunimizda juda ko'payib ketganlar. Bunga eshigimni ocharmidim? Mayli, boshqa xonada yotasan. 5-o'rin. Bu pedofil Ludayetku? Epstein. Ey Xudoyim, turishini qaranglar. 10-o'rin. Pedofillarga o'lim. O'zim aylanib ketdik. Bu jonlar bilan uxlash yaxshi narsa lekin. Qariyalar bilan uxlasa bo'ladi. Xo'rinlamaydimi? Eshigimni ochaman. 3-o'rin. Ey Xudoyim. Eshigimni nega unaqada bo'lmaydi. Qora tanligami? 8-o'rin. Bu Chingachuk. Jumavoy. Bunaqa odamlar yer sharida qolmagan menimcha, ili bormi hali ham. 9-o'rin qo'rqinchli. Avatar. Avatarga eshigimni ocharmidim? Ochardim. Avatarga eshik ochish kerak. Yaxshi bola. Yuziga chochiq yopib qo'yaman. 4-o'rin. Bu nima bu? Ujis kinomi? Kechasi eshigim taqillatdi. O'rnimdan turib, tamashchi tapchikam kiyib glazok yoniga bordim. Glazokdan qaradim. Bu ham mashnaq qilmanga qarab turibdi. Men buni gul deb o'ylayman-da, eshikni ochib yuboraman, keyin kirib oladi. Buni 9-o'ringa qo'yish kerak edi. Bu bitta deytaveradi, men jahliga tegsam. Mayli, boshqa joyga ikkiga qo'yamiz. Voy, to'pirga chiqqaningizni qarang, bratan. Tug'ilganimdan beri dunyoda borsiz, ko'z tegmasin. 1-o'rin, siyosatga aralashmayman. Yaxshi odam. Mana, voy posing.